O'rtoqlar biz xato qilib qo'ydik. Primerni $500 xato qildik. Kumushkondagi obyektimiz esinglarda brillamini qo'yamiz, menimcha ko'zam tegib ketdi, o'sha uchun xatoni qilib qo'ydik mana o'rtoqlar. Endi u ham emas, Allohning qadari shu ekan. 9 ta kafilni ko'chirdik. Primerni $500 ga tushyapmiz kleplari bilan. Nima bo'ldi bu yerda? Shogirdlar fuga surgan, bir hafta 10 kun qolib ketgan, mana buni sirini ko'chirib yuborgan. Ya'ni qoldig'ini shilayotgan paytda. Asosiy xato nimada bo'lgan? Asosiy xato bizda bo'lgan. 1 kun 2 kundan keyin o'z shilib yuborishimiz kerak bo'lgan. Lekin kichkinagina ma'lum bir miqdor xato nima bo'lgan? Fuga qattiqlik qilib qo'ygan. Keramik granitni o'zi ustiga lak surilgani uchun shilganda mana siri bilan ko'chirib chiqqan. Shuning uchun o'rtoqlar videoni kafilchiligiga jo'natib qo'yinglar. Aqlli odam birovni xatosidan o'rnak oladi. Sizlar значит aqlli odam ekansizlar. Shuning uchun bitta like bosmasanglar bo'lmaydi. Agar mana keramik granitga surganimizda 1 oyga bo'lsa ham, 1 oygacha bo'lsa ham fuga turaveradi, bunday qilsa ketardi. Chunki bu unaqa laki yo'q ustida. Videoga like bosib esinglardan chiqmasin. Xato qildik, lekin xatoyimizni to'g'riladik. Usta kela, shogirdinglarni kontrol qilinglar. Agar shogirdinglar xato qilsa, sizlarning xatoyinglar bo'ladi.